Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda Shumbalaning yanında, Zayning beri Shumbala. Yanında Olimpiya stadion, yana esa Dehqon bozor, eski Hamter bank, Karat kafe, Qamush Gamburg şurada joylashgan. Ajoyib metropoliteniyada ikkinchi etajdan arzon narxda 2 xona kvartirani e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. Sizlar qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Zudlik bilan sotib oladi. Ham kanallarimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qanga yetkazsa sizlar bilan kvartiramizni birgalikda ko'rib o'tsak. Hurmatli vatandoshlar, ikkinchi qavatimizga ham yetib keldik. Urganch shahrimizda Shumbalaning yanında ikkinchi qavatda 2 xona kvartira bilan donishib o'tamiz. Arzon narxda srochniy zudlik bilan sotadi. Kimlar do'ylardan bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Girish ishlari, yog'och ishlari ekan. Bizda bismillah deb giramiz. Girgandan koridor joyi, bizlar aboy qilingan ekan. Sal ertaroq sizlar. Endi olgandan keyin o'zingiz qarashib qilaversa, orta sosteniyada endi uburcha qilib yashasangizlar ham bo'ladi. Beda pirkoshkalari ba'zida ichida nav ko'rib turgan bo'lsangiz hamma qoladigan hech nav olib ketilmaydi. Sizlar birimiz sanuzilimiz plastik qilingan ekan, potolok ham, devorlar ham. Beda unitazlari, vannalari, suv ichishliklari qo'yilgan. Bu tarafimizda esa oshxonasi. Oshxonasida xohlagan ekan kir mashinam. Sizlar koladon ishlab turibdi. Eskiroq bo'lsam ishlab turibdi sizlar, lekin birlar polni kafe qilingan, kuxinning mebellari bor, taxlab berishak, dedi mo'chalari, demir kotel bor, bunlar ham kafe qilingan ekan, oyna ishlari sizlar, yog'och oyna ishlari ekan. Narxi zo'r, 310 million so'm, hurmatli vatandoshlar. Kimlardir do'g'ridan bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar, hurmatli vatandoshlar. Bedening gilamlari, shkaflari sizlar 3.15-60 kattalikda beda zal qismi bo'ladi. Bu tarafimizda sizlar ochiq balkonni egazlar. Balkon bor, mayda juda qo'yaman desangiz, hurmatli vatandoshlar. Endi ishlaringdan yog'och ishlardan. Mayda televizorlar ham bor. Bu tarafimizda spalniyasi bo'ladi, 275-60 kattalikda bedening registrlari o'tgan. Hurmatli vatandoshlar, bening ham oynasi yog'och oynalardan. Hurmatli vatandoshlar, buning narxi bilasizlar, kamdan kam 2 xona kvartira chiqadi, 310 million so'm aytilib turibdi. Kelib, üstünde sodalashib olaversizlar. Qiziqqanlar bo'lsa, ham kimlardir do'g'ridan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hurmatli vatandoshlar, narxdan yana bir to'xtalib o'tsak, 310 million so'm aytilib turibdi. Kelib, üstünde sodasini qilib olaversizlar. Zo'r mesadan yana ikkinchi qavatdan arzon narxda 310 million so'm 2 xona kvartirani e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. Videoga like bosib qo'yishdan chiqmasin, hurmatli vatandoshlar. Like bossangiz videomiz kengayib tarqalib, sizlar vatandoshlarimizga yana oluvchilarga tezroq yetib boradi. Sizlar orientini yana bir bor takrorlaymiz. Urganch shahrimizda Shumbala yanında ikkinchi qavatda 2 xona kvartira. Dokumentlari taq, hech narsadan muammosi yo'q. Yana tarafında bog'cha ismi, maktab ismi bor. Yaqingina bozorchalar, bozorlar ham yaqin. Raycenter bozor, Daytal Urdu universitetidan yaqiningizda. Olimpiya stadioni, Shumbala, Dehqon bozor ham peshkom borsangiz bo'ladi. O'qishlar ham hamma o'ng'ayli chotki mesada. Marshrut 5, 7, 19 marshutlari o'sib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, chotki mesada shahrimizning markazida desak bo'ladi. Sizlar kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishdan chiqmasin. Sizlar hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.